Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Shumbalan doğrusunda Dekkan bozorning dumyoq yerda 4 qavatli domimizning birinchi qavatında 2 xona sotuvga qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 25 prihodimiz. Bu yan tarafimiz sanuzel, suv, gaz, svetladan, marshrut, maktab, bog'chalardan muammo yo'q. Bu yan tarafimiz kuxnya bo'lgan. Kuxnyani balkonga ko'chirib qo'yibdilar. Bu yerni bir spalni qilib qo'yibdilar, kichkina bo'lsam. Devorlarimiz fonda akkuratniy. Bu yerimiz zal. Bu yerni xohlasanizlar pod ofis qilsangizlar ham bo'ladi. Uning uchun esa bu yan taraf xonamizda orqasiga yo'l tushgan. Bu yerni sattarashxona qilib qo'yib yurgan ekanlar. Jenskiy salon qilib. Orqasida yo'l bor, xohlasanizlar biznes yo'la qo'yib bersangizlar ham bo'ladi. Konditsioner qo'yilgan qoladi. Qolgan narsalar ketadi yurtdoshlar. Bu yan tarafimiz balkon. Kuxnyani icheriga ko'chirib qo'yibdilar. Aytib o'tdim, kuxnyani kichkina bir spalni hisobida aytib qo'yibdilar ekan. Yurtdoshlar bahası arzon narxda 335 milyon so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.